Endilikda yo'l patrul xodimi mashinangizni to'xtatsa, unga hujjatlaringizni elektron shaklda ko'rsatishingiz yetarli bo'ladi. Transport vositasini boshqarish davomida haydovchilar yo'l patrul xizmati xodimlariga biometrik pasport yoki ID kartasining asl nusxasini taqdim etishlari shart, hattoki 1-iyuldan keyin ham. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga ko'ra 2025-yil 1-iyuldan boshlab my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va ijtimoiy karta mobil ilovasidagi 17 turdagi hujjatlarning unifikatsiyalangan raqamli servislari joriy etilishi belgilandi. Ushbu raqamli servislarning qog'oz nusxalari banklarda, notarial idoralarda, aeroportlarda ichki reyslarni ro'yxatdan o'tkazishda va O'zbekiston Respublikasi hududidan o'tuvchi poyezdlarga chiqishda, davlat, korporativ va boshqa xizmatlarni ko'rsatish, shu jumladan elektron xizmat ko'rsatishda hamda fuqarolarni qabul qilishda tegishli hujjatlarni taqdim etishni talab qiladigan davlat organlari va boshqa tashkilotlarda talab etilmasligi belgilandi. Ushbu tartib yo'l harakati xavfsizligi xizmatining fuqarolarga xizmat ko'rsatuvchi ma'muriy amaliyot markazi yoki ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlarida amal qiladi. Biroq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 4-qismiga ko'ra yo'l patrul xizmati inspektorlariga haydovchilar transport vositasini boshqarish davomida biometrik pasport yoki identifikatsiyalovchi ID kartasining asl nusxasini taqdim etishlari shart. Pasport yoki ID kartasi mavjud bo'lgan taqdirda haydovchilik guvohnomasini transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risida, shuningdek transport vositasiga egalik qilish, egasi yo'qligida undan foydalanish yoki uni tasarruf etish huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni, sug'urta polisini, oynalar tusini o'zgartirish, qoraytirish uchun tegishli ruxsatnomani o'zingiz yoningizda olib yurish talab etilmaydi. Bizni kuzatib boring, eng so'nggi tasdiqlangan ma'lumotlarni rasmiy sahifalarimizdan bilib oling.